Assalomu alaykum, qadrdan obunachilar, bizni kuzatuvchilarimiz, YouTube ishqibozlari, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Azizlar, bugun 2026-yil 20-mart sanasi, aynidan butun respublikamizda, jannatmonon elimizda, yurtimizda Ramazon hayiti keng nishonlanyapti. Barchalaringizga mana shu ajoyib kun, ajoyib lahza, bayram shodiyonlari muborak bo'lsin. Girib kelayotgan ertangi 21-mart Navro'z shodiyonlari bilan tabriklaymiz. Biza bugungi manzilimiz kecha sizlarga ko'rsatgan o'zimizni Jaydari mesni buqamiz so'yildi. Akbar Kasabning qassobxonasida Kanarada. Ana shu haqida sizlarga qisqacha bir ma'lumot berib o'tacakmiz. Manzilni eslatamiz avvalo. Yangilik Qo'riqton madaniyat markazini ro'parasida bo'ladi. Ekranda telefon raqamlar bo'ladi. Girib bemalol to'liq batafsil qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz azizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilarimiz bilan bemalol salomlashish mumkin Akbarbek. Assalomu alaykum amma. Xudo xolasa akşamki reklamada ko'yishni so'yib keldik. Go'sht tayyor, nerinden de sizde bor. Hamma yeri bor xudo xolasa. Shashlik janam tayyorlab bir-birimiz bayramda kelaverasizlar. Hammani tabriklayman bayramlarga. Salom, bugungi hayit bayramlaring muborak bo'lsin. Uka, elning xizmatindasan. Ertangi Navro'z shodiyonlari ham muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Qadrdonlar, har galgima videolarimda aytaman azizlar, ina hamma qismlari girgan kamerada qadrdonlar o'kizni hech yeri buzilmasdan yurak, bag'ir, xudo xolasa, undan tashqari hamma qismlari sho'da kamerada bo'ladi. Qadrdonlar, bemalol kelib xohlagan joyingizdan bayramda azizlar xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Dil deysizlarmi, qorin tuyoq, undan tashqari ham deri, do'dak, hamma qismlari va'da qilganimiz deyim bo'ladi har doim azizlar. Endi yana eslataman ma'lumot o'rnida, bu yerda misrobka xizmati bor. Sumalak chiqaradigan yurtdoshlarimiz uchun ham bemalol kelaverasizlar. Videomizni sho'rnacha ko'rganlaringiz uchun amalingizga rahmat azizlar. Suyak adilni, yog' adilni, lahm adilni, shashlik ijonlar ham bo'ladi. Xudo xohlasa, ina og'alarimiz ham bayramni boshlab berdilar menimcha. Hayitlaringiz bilan amonmisizlar Nadira? Valiya? Nadira? Bayramlaringiz bilan. Bir like bosing qadrdonlar. Izohlarda iltimos, fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang.